Akrom nechta 3 ta model yasadingiz? 5 ta. Qani ko'rsatingchi. Hop, bu birinchisi, bu ikkinchisi, bu uchinchisi, to'rtinchisi va beshinchisi. Hop, qani yasaganlaringiz? Hop, mana 5 ta 3 ta modelni yasadik. Bular endi bormi? Hop, bu tayyor уже mahsulot. O'tkazing. Ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi va beshinchisi. Bu hammasiga qancha vaqt ketdi? 5 tasiga. 2,5 soat ketdi. 2,5 soat. Hop, biz buni yuklaymiz. Oching akkauntni. Hop. Mana bu 3ddd.ru degan saytimiz bor. Bu yerda bizlar akkauntimiz bor. Mana shu akkauntga biz boyagi 5 ta modelni yuklaymiz. Hop, bir oyda necha pul topaman deb o'ylaysiz? Ya'ni shu 2,5-3 soatlik mehnatingizga. $30 olib keladi. No, 400 ming so'm atrofida topaman deb o'ylayapsiz. Hop, yuklaymiz. Bugun yuklaymiz, hozir yuklaymiz. Va bir oyda mana shu 5 ta, 3 ta model necha pul olib keladi? Shuni sizlarga ko'rsatamiz.